Agar meni divan ustida zaryadga qo'ysangiz, qizib ketaman. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Men tez ishlayman. Sog'lom ichimliklar tayyorlayman. Oshxonangizni qulay qilaman. Men kiyimlaringizni chiroyli qilaman. Tartib va ozodalik olib kelaman. Sizni yanada ishonchli ko'rsataman. Men uyingizni toza tutaman. Chang va kirni yo'qotaman. Hayotingizni yengillashtiraman. Men yorug'lik beraman. Uyga hayot va qulaylik olib kiraman. Qorong'ulikni yo'qotaman. Men tezman. Ishingizni osonlashtiraman. Vaqtingizni va kuchingizni tejayman. Mening foydali taraflarim juda ko'p, lekin meni uzoqroqda tomosha qiling. Aks holda ko'zlaringiz og'rib qoladi. Men ovqatni uzoq saqlayman. Pulni tejayman. Hayotingizni oson qilaman. Men foydali bo'lishim mumkin, lekin dushda xavfliman. Noto'g'ri ishlatsangiz, zarar yetkazaman. Men qulayman, lekin kamchiliklarim bor. Noto'g'ri idish qo'ysangiz, xavf tug'iladi. Meni haddan ortiq ishlatsangiz, ovqat ham zarar ko'radi.